Koreyaga kelib, koreys tilini yaxshi bilmasangiz, bu oddiy muammo ham sizga katta muammodek bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda bo'layotgan holat, Koreyaga kelaman, Koreyaga kelgandan keyin tilni biroz bir nima qilib o'rganib ketarmanda deb o'ylashi mumkin, lekin bu unaqa emas. Koreyada ishda, shifoxonada, masalan, sog'liklaring yomonlashib qolishi mumkin yoki bo'lmasa bank xizmati bo'yicha qanaqadir bir muammolar, hujjatli narsalar qilishga to'g'ri kelgan paytda koreys tilini bilmaganingiz juda ham katta muammoga uchrashishingiz mumkin. Ya'ni kichik muammolar ham katta bo'lib ketishi mumkin. O'zimda bo'lgan holat, koreys tilini yaxshi bilmaganim uchun, masalan, boshlig'im aytgan, ertaga ishlaymiz deb aytgan, men yaxshi tushunmaganimni evaziga ertaga ishlamaymiz-da, inning kuni ishlaymiz, ya'ni undan keyingi kun ishlaymiz deb ishga chiqmay qolganman-da, boshqa shaharga ketaverganman. Keyin ertasi kuni boshlig'im telefon qilgan, qayerdasan, nima qilyapsan, nimaga ishga chiqmading deb keyin menga aytgan. Shuning uchun kundalik o'sha ishlatilayotgan gaplarni o'rganib kelsanglar, masalan, kundalik o'zlaringni hayotlaringdan olib, masalan, o'shani tarjima qilib koreys tiliga o'rganib kelsanglar ham juda ham katta yordam bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. O'zlaring fikrlaringni albatta kommentariyada yozib qoldirib ketinglar.